Koronadan qarzi bo'lsa uyga ketaverasiz, aeroportdan chiqaveradi dedi-yu, lekin koronadan hozir menga uyga kelganimda bunaqangi jackpot tayyor bo'lib turibdi mana akalar, ko'rishlaring mumkin. Korona o'z mana bu ruschasi ekan, ruschasini qo'yaylik. Qarz olingancha eslasi mana. 2023-06-14 6-oy 2023-yil. Umumiy miqdori 6996 rubl bo'lyapti. Muddati o'tgan qarzning umumiy summasi 6996 rubl. 2-oy 12-gacha to'lashingizni talab qilamiz. Akalar, shunaqa bo'lib, qarzlar anchadan keyin bo'lsa ham shunaqa bo'lib kelyapti mana. Endi metta aytyapti mana. Agar siz to'lamasangiz, biz sizning manzilingizga kredit mutaxassislarini tashrifini rejalashtiryapmiz. 7000 to'lab qo'yish kerak ekan shunga akalar. O'zi 3000 olingan, o'sha 2023-yilda olingan. Chastlasi bilan ko'rsatib beryapti. Qanchadir vaqt o'tgan bo'lsa ham, lekin uyga O'zbekistonga mana kelyapti. Ism familiyalar yozilgan to'liq akalar. Endi 7000 ga a'zo bo'lib qo'ydi akalar. 12-yilgacha 7000 to'lab olish kerak ekan. Yana kimga shunaqa xatlar kelgan, birantasiga kelgan bo'lsa yozib yuboringlar akalar.